Dadam men maktabga ketaman. Kiyimcha pishayman qarating iltimos. Men sen pishanga qarayman, mol uqtirmanmi? O'zing pishanga o'zing qara qoch. Men ol bozorga borishim kerak, narsa olib kelishim kerak. Bozorga borsangiz o'z bilan birga olib keting, chiqsada buni. Men bozorga borib narsa olaymi, pishak qaragaymi? Men narsaga chiqoldim, sog' bo'ling. Jonim tegdi pishak. Mundagi opalar menga o'xshaganlar e'tibor ham bermaydi. Aytarsam ham miyavlamay. Amaki, Ha qizim? qo'lingizdagi pishakchami? Ha, pishak mana. Ko'rasizmi? Ha, mana qizim. Voy, pishakchami? Ha, pishakcha. Amaki, pishaklarga qiziqasizmi? Ha, o pishaklarga qiziqaman. Uyda ham 15 ta pishagim bor. Menga ham bering. Siz ham qiziqasizmi? Ha. Hay, faqat uydan beraman-da. Shunisini bering menga. Shunisini Ibi, o'g'lima nima deyman pishagini so'rasa? siz buni boqib bilasizmi? Ha, cho'miltiraman, ovqat beraman, mehr beraman. Shuncha narsani menga bersa bo'lar-ku. Yo, ishlaman mana. Oy, rahmat. Mayli, charchamang. Sog' bo'ling. Dadam men maktabdan keldim, pishayim qani? Tom. Tom. Dadam pishayim qani? Bilmayman, pishang qochib ketdi. Qochib ketdi? Qayerga qochib ketdi? Men qayerdan bilay? Men shunday magazindan kirdim, narsa olaman deb chiqsam yo'q pishaging. Ebe, ha pishak qochib ketgan bo'lsa, qutuvchasi qani? Tuchasi bilan qochib ketgan. Topib bering. Men qayerdan topdim? Men senga aytdim, pishagga qaramayman. Nima Topib deyman? bering pishakni. Llaman orange, ruxsana